Mana bu turuni qaranglar, turuni 2005, 2006, 2007larni berib turibdi-yu, o'sha paytda eforiyasini. Mana bu tonirovkalari bilan o'ta go'zal bo'lib turibdi, lekin mashina. Undan ham zo'r go'zallikni ko'rsataymi? Tayyormisizlar? Nima deyapti salom? Shu holatda ham ko'rib, agar like bosmagan bo'lsangiz, demak siz Nexia bilan minib ko'rmagansiz. Полный shumizolyatsiya qilingan, cruise rul qo'yilgan, tepalari alkantara qilingan. Qay darajada sizlarga ko'rinyapti bilmadim-u, ko'rsatib berishga harakat qilman, shom bo'lib qoldi. Sidenalar Lacetti sidena ekan, 3-paytisi ustiga yaxshi chexolni qo'yib qo'yilgan, Evacordan polik, mashina полный shumizolyatsiya bo'lgan. Mana buni qaranglar. Hop. Tablomiz yondi, 277 ming kilometr yurgan ekan, mashinaga yaxshi apparatura qo'yilgan, konditsioneri bor ekan. Xullas dit bilan qaralgan mashina ekan. Nexia 1 aynan shunaqalari juda ham kamayib ketgan hozir. Mashinaga propan gaz ballon ham uстановка qilingan ekan. Texnik hech qanaqa xarajati yo'q, xudo xolisa. Eng zo'r tarafini aytaymi, akalar, kapot tagida nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa motor yotibdi? O'zi obычно 1.5 bo'ladi, 1.6 bo'ladi, Nexia 2larda. Bunga 1.8 qilingan ekan, akalar. 1.8 qilindi. Nexia'ni tormozi yaxshi emas deydigan akalarga Epic oporniy qo'yilgan ekan. Bu degani 1.8 motorni bemalol to'xtatib beradi degani. Xullas kalom, aynan og'riqli nuqtasi masalasi hal bo'lgan mashina. Oldindan $2000 berib, qolganini pastegalar nomerini qoldiraman, aniq bir narxini ayta olmadilar. Variantga chiqarar ekanlar. $2000 bosh bilan tonirovka razresheniyasi bormi yo'qmi? Tonirovka razresheniyalari bor ekan. Turishini qaranglar, zo'rligini. Lekin men farasi menga yoqmadi. O'zini zavодской ancha chiroyli turadi. Ana oq pavrotni bilan qo'yib, mana sal mana bunaqa mayda-chuyda kamchiliklarni qarab olsanglar, ideal holatga keladi. Ozgina cho'ktirilganmi deyman mashina. Lekin zo'r ekan bor. Xullas krugovoy tonirovka. Endi 2-3 ta joyida kraskasi bo'ladi. Tabiiy hol 2006-yildan beri yashab yurgan odamlarga ham kraska tegib ketyapti. Bu mashina-yu. Yurish-turishlari ideal, pult, yaxshi kolonkalar, yaxshi mikrofonlar qo'yilgan ekan. Ko'rdik, endi shunaqa rasvot qilgan odam bunaqa narsalarga ham qarab qo'ydi. Akalar, videomiz cho'zilib ketdi. Pastegalar nomerini qoldiraman. $2000 bilan qolganini nasiya savdoga gaplashib olsanglar bo'ladi. Lekin kam bunaqasi ishoninglar. Svetoforda qaratib qo'yadi o'ziga. Joninglar sog' bo'lsin, kanal podpiska bo'lib kuzatishda davom etinglar. Sizlarga bundan-da yaxshilarini davom etamiz.